Nima? -17? Ha, kunimiz -17dan boshlandi, lekin uyimiz 25 gradus bo'lgani uchun unchalik ham sovuq sezilmaydi. Bolalar uxlayotganidan foydalanib, maza qilib kofelarimni ichib oldim. Chiroyli qilingan nonushtadan so'ng farzandlarim bilan birga Kalgari shahriga qarab yo'lga tushdik. Biz yashayotgan provinsiyada Albertada qor juda ham ko'p yog'adi. Shuning uchun bizda qordan muammo yo'q. Farzandlarim kelgan kunimizdan boshlab maza qilib qor o'ynashyapti. Bolalar maza qilib qor o'ynashgandan so'ng Kalgari shahriga qarab yo'lga tushdik. Biz kelganimizga endi 6 kun bo'ldi. Kanalimga obuna bo'lib qo'ysangiz, Kanadaga yangi ko'chib kelgan o'zbek oilasini qanaqa qiyinchiliklardan o'tgani haqida barcha ma'lumotlarni bilib olasiz. Va nihoyat Kalgari shahridagi Chinook sentrga ham yetib keldik. Biz bu yerda Apple do'kondan o'zimizga kerakli barcha narsalarni xarid qilganimizdan so'ng shoshib o'zimizda yashaydigan Seul'dagi communityga yetib keldik. Chunki bizning oldimizda katta ko'l bor. Ko'lning oldida juda ham chiroyli salyut otilishi kerak edi. Salyutdan bahramand bo'ling, video uchun like bosing, profilga obuna bo'lib, Kanada uchun qiziqayotgan tanishingizga yuborib qo'ying.